Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Biologiya fanidan darslarimizni davom ettiramiz. Navbatdagi mavzumiz begetsenozlarning barqarorligi. Begetseноz barqarorligi deganda ekotizm tarkibiy tuzilishini, faoliyatini saqlab qolish hamda buzilgandan keyin ham qayta tiklay olish xususiyati bu begetsenozning barqarorligi deyiladi. Barqarorlik nima bilan ta'minlanadi? Modda va energiya almashinuvi orqali bog'langan begetseноz tarkibidagi produsent, konsument va redutsentlar orqali ta'minlanadi. Agar turlar soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, barqarorlik yuqori bo'ladi. Sababi turlar xilma-xilligi qanchalik yuqori bo'lsa, ular o'rtasida ozuqa zanjiri shunchalik murakkab bo'ladi. Natijada turlarning ko'payib ketish ehtimolligi juda ham yuqori bo'ladi. Agar turlar soni kam bo'ladigan bo'lsa, aksincha, ya'ni barqarorlik nisbatan pessimum zonaga qarab ketadi. Inson ta'sirida barqarorlik buzilishi mumkin. Sababi inson tabiatda uchraydigan barcha tirik organizmlarga bevosita va bilvosita ta'sir etishi mumkin. Begetsenozning almashinuvi, ya'ni bu suksessiya deyiladi. Begetseноz almashinuvi, ya'ni suksessiya nima degani? Ma'lum bir hududdagi bir begetsenozning vaqt o'tishi bilan tabiiy yoki antropogen ta'sir natijasida o'zgarib borishi bu begetsenozning almashinuvi deyiladi. Bunda ayrim turlar yo'qoladi, o'rniga o'sha yangi muhitga moslashgan, genetik jihatdan adaptatsiyalashgan organizmlar paydo bo'ladi. Ya'ni bitta begetsenozning o'rnini boshqa bir begetsenozlar egallab boshlaydi. Natijada ekotizmning tarkibi asta-sekin o'zgarib boradi. Dastlab boshqacha bo'lgan ekotizm endi umuman boshqacha. Begetsenozning almashinuvi, ya'ni suksessiya ikki xil bo'ladi: birlamchi va ikkilamchi suksessiya. Birlamchi suksessiya degani oldin hayot va tuproq bo'lmagan joyda begetsenozning shakllanishi. Ya'ni umuman tuproq bo'lmagan joyda, toshloq yerlarda, vulqon joylarda, qumli joylarda yangi organizmning noldan shakllanib yuksak bo'lgan tuzilishgacha bo'lgan jarayoni, ya'ni yangitdan begetsenozning paydo bo'lish jarayoni bu birlamchi suksessiya deyiladi. Bularga misol qilib, vulqon otilishi natijasida paydo bo'ladigan lava. Lavani biz bilamizki, bu yerda harorat juda ham yuqori bo'ladi. Tirik organizmlar yashashi uchun imkoniyat deyarli yo'q. Yalang'och qoyalar, ya'ni toshloq qoyalar. Bu yerda hech qanaqa tuproq yo'q. O'simliklarda o'sish uchun hech qanaqa mineral moddalarga ega bo'lgan sharoit yo'q. Qumli tepaliklarda ham xuddi bularga o'xshash xossalar mavjud. Ya'ni umuman tuproq bo'lmagan, ya'ni hech qanday tirik organizm yashamaydigan joylarda yangitdan organizmning paydo bo'lishi birlamchi suksessiya. Bu yerda dastlab o'sha lishayniklar, moxlar paydo bo'ladi. O'sha issiqqa, yuqori haroratga chidamli bo'lgan o'simliklar. Keyinchalik esa davrlar o'tishi davomida sekin-asta muhitga moslashgan, yuksak bo'lgan o'simliklar, butalar, o'tlar, daraxtlar shakllanishi mumkin. Bu birlamchi suksessiya. Keyingisi ikkilamchi suksessiya. Avval hayot mavjud bo'lgan, ya'ni oldin hayot mavjud bo'ladi, ekotizm mavjud. Lekin bu ekotizm turli xil tabiat ofatlari natijasida, ya'ni suv toshqini, daraxtlarning kesilishi, yong'in natijasida
yer yuzi o'sha ekosistema bo'ylab qirilib ketadi va o'sha joyda yangitdan noldan tirik organizmlar shakllanadi, ya'ni biogetsionoz shakllanadi. Bu ikkilamchi suksessiya deyiladi. Demak, oldin hayot mavjud bo'lgan joyda ular o'lib ketgandan keyin, tabiiy ofatlar natijasida ular qirilib ketgandan keyin, ma'lum vaqt o'tgandan so'ng o'sha joyda yangi biogetsionozning shakllanishi bu ikkilamchi suksessiya deyilar ekan. Masalan, yong'in natijasida butun boshli o'rmon yonib ketishi mumkin. U yerda hech qanaqa o'simliklar qoplanib qolmaydi, lekin uning tuprog'i saqlanadi. Tuprog'i saqlandi degani u yerda endi tirik organizmlar, yangitdan o'simliklar shakllanishiga imkoniyat bor degani. Demak, tuproq bor sharoitda yangi organizmlarning shakllanishi bu ikkilamchi suksessiya deyilar ekan. Misol sifatida, yong'indan keyin o'rmonning shakllanishi. Tashlab ketilgan ekin maydonlarida yangitdan o'simliklarning hosil bo'lishi. Kesilgan o'rmonning qayta tiklanishi. Bular ikkilamchi suksessiya. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin birlamchi suksessiya. Xo'sh, e'tibor beramiz. Mana bu tosh. Toshda bilamizki, hech qanaqa o'simlik o'sish uchun sharoit deyarli yo'q. Bu yerda dastlab paydo bo'lyapti lishaynik. Sekin-asta o'sha qirqquloq, qirqbo'g'imlar, sporali o'simliklar, keyinchalik zamburug'lar paydo bo'lyapti. Keyinchalik o't o'simliklar, butalar va yuksak bo'lgan daraxtlar shakllanib boryapti. Oldin umuman hayot bo'lmagan joyda, ya'ni tuprog'i bo'lmagan joyda yangitdan lishaynik, sporali o'simliklar va yuksak o'simliklarning shakllanib borishi namoyon etilgan bu yerda. Bu birlamchi suksessiya deyiladi. Keyingisi ikkilamchi suksessiya. Ma'lum bir o'rmonda yong'in sodir bo'ldi, ya'ni qanaqadir tabiiy ofat sodir bo'ldi. U yong'in bo'lishi mumkin, u zilzila, suv toshqini bo'lishi mumkin. Masalan, yong'in sodir bo'ldi deb olaylik. Yong'in bo'lgandan keyin u hududda hech qanaqa daraxtlar qolmadi, mana. Tep-tekis. Hech qanaqa daraxt yo'q, lekin tuproq bor. Tuprog'i saqlanib qolyapti. O'sha tuproqdan yangitdan o'simliklarning yillar davomida shakllanib yuksak darajadagi o'simliklarga yetishi, ya'ni tabiiy ofatdan keyingi hududda yangitdan yangi biogetsionozlarning hosil bo'lishi bu ikkilamchi suksessiya deyiladi.